Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yana efirda men Muhiddin Zaynovni sizlar bilan. Xullas bugun shanba edi. Bolalarga dam olish kun. Bir Artek tomosha qilamiz deb keldik. Endi Artekka kirgizadimi yo'qmi urush bo'layotgan paytda bir qiziqib keldik. Endi hozir ko'ramiz, harakat qilib ko'ramiz. O'rtoqlar, Artekka bordik. Kirgizmadi. Aytganimizdek, qo'xta Artekka kirgizgani, bez propiska kirgiza olmayman dedi. Xullas tomosha qilsang, shu balandlikdan ko'rinishi mumkin. Shu yoqqa borib tomosha qilish dedi. Artekni kirgizmadi. Endi mana shu balandlikdan bir tomosha qilib ko'ramiz. Mana mashinani shu yerga joyladik. Endi sekin bu yoqqa qarab yuramiz. Mayli, xullas mana shu o'rtada Artek ichkariga kirgizmadi. Saytjon ruschani menchalik ham bilmaydi ekan, tushuntira olmadi, kirgizmadi. Men eta qilib o'xshatib yubordim. O'rtoqlar, hozir mana shu ko'rinayotgan yerga tushib ko'ramiz. Mana mana shu yerga hozir borib ko'ramiz. Harakat qilib ko'ramiz. Agar yo'llar bekik bo'lmasa, o'sha yerga boramiz. Mashinamizni minib, endi asha o'zimiz ko'rsatgan yerga qarab ketyapmiz. Agar yo'lda o'zi yo bir zapreshon zinalar bo'lmasa, kash tarafga boramiz. Qo'ymaydi, qo'ygan. Oğlum endi hozir bugun o'rtoqlar, mana shu yer Artek. Xullas mana shu yerga kirgizmadi. Borib kecha nima olib qo'yardi uni. U taraflar zapreshon ekan. Xullas dengiziga ham tusha olmadik, Artek tarafga ham kira olmadik. Eng yaxshisi tezroq ketib qoldi edi. Bo'lmasa militsiyaga telefon qilamiz deydi, qaytib ketyapmiz. Ular qo'xdi. Shunday qilib qo'xdi bizni kirgizgani. Mashinaning nomerini, qaysi davlatnikiligini ham daji bilishmadi. Qayerdan kelishding deb so'radi. O'zbekistondan desak, O'zbekistondan lager tomosha qilgani kelishdingmi yo ishlashgani kelganmisan deb so'rovdi. Ishlagani kelganmiz, faqat qiziqib Artek tomosha qilamiz desak, unamadi, ketib qolish tezda orqaga qaytib mumkin emas deydi, qaytdik. Endi shahar tomosha qilamiz.
Mana aka, mana shu Gurzuh shahar bo'ladi. Artiga mana shu qoyalarni to'g'risida ekanda. Mana shu yerdan hozir qaytib chiqdik-ku. Mana shu pastdan qaytib chiqdik, ruxsat bermadi. O, zdaniyalar Gurzuh Rivera. O'shalar kartochka piyozlar.